Bir bor salom, sizlar bilan Ismoilov va Dilisi haqidagi yana videolarimiz davom etadi. Bugungi videoda biz tarkib yig'ish videosini olsak ham bo'laveradi, chunki bizda bilamiz anchagina tengi olmoslari ko'p bo'lgan akkaunt bor edi va kechagi videoda biroz yangilanishdan so'ng bo'lgan holatlarni ham tushuntirib o'tdim. Va akkauntimiz hozircha shu va biz bu galgi videoda iloji boricha yaxshi futbolchilardan tarkib tuzishga harakat qilamiz. Ya'ni bu galgi videoda sizlar o'sha Dilisi 25 ta reytinglari o'zgargan statistikalarga ega bo'lasiz. Shu videolar orqali birinchi bo'lib albatta bu bonuslarni birinchi bo'lib ishlatamizda va o'zimiz uchun yaxshi futbolchilarni sotib olishga harakat qilamiz. Deylik va Tonali hamda Gundoganlar chiqmoqda. Albatta ikkala futbolchilarni ham sotib olsak bo'laveradi. Yangilanishdan so'ng biroz o'zgarmagan. Mana shu futbolchilar chiqish jarayonlari Gundoganni ham albatta sotib olamiz. U ham yaxshi futbolchilardan biri edi. Impressive signing to take them to the next level. Futbolchilar ochishdan etamiz. Ko'p kartali, maksimum agar ko'p kartali yoki oq kartali futbolchilarni ham beramiz. Biz aslida men o'sha terma jamoa, Portugaliya terma jamoasini tarkibini tuzmoqchi edim, lekin mana shu yangilanish sababli boshqa futbolchilarni ham sizlarga olib ko'rsatmoqchiman. Va Portugaliya terma jamoasi futbolchilari ham chiqsa yaxshi bo'lar edi bizda. Ayniqsa Cristiano Ronaldo hozir 82lik sariq kartali holatda. Va yangilanishdan so'ng mana bunday o'zgarishlar ham bor bizda. 59 tangaga sotib olish imkoniyati o'zgargan biroz. Xo'p, biz bu yerdan bazamizni kuchaytirib olsak, recommend bazamizni tezda anchagina tezlashgan va qo'shimchasiga accommodation bazamizni ham kuchaytirib olsak bo'laveradi. 4000 ta olmasi qolsa ham yetadi bizga shu akkauntda. 4000 tadan ham kamayib ketdi, lekin anchagina bazalarimizni ham kuchaytirib oldik. Xo'p. Yana futbolchilar olishda davom etamiz. Ikkala qidiruvimiz. Va Teo Hernandez chiqmoqda. Yangilanishdan so'ng ham uning darajasi 83 bo'lib qolgan. O'zgarmabdi, ya'ni agar uni full qilib kuchaytiradigan bo'lsangiz, 94 bo'lib kuchayish imkoniyati